Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmunini tunishtirib o'tamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi o'zining va oilasining Xitoyning Amerikadagi qonunsiz soqchi punktlarining davlat alqigan bostirish harakatining ziyonkashligiga qanday uchraganligini anglatdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi Amerika hukumatidan Xitoy ishlagan quyosh energiyalik batareya taxtasini import qilmaslikni talab qildi. Amerika Federal tekshirish idorasi Bostonda Xitoy hukumati uchun ishlagan bir Xitoy josusini qo'lga oldi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Xitoyning Amerikada bekjiq qonunsiz soqchi punktlari bo'lishi mumkinligini aytdi. Breitbart xabar torining 9 may kunidagi xabarida Amerika o'tgan oyda Xitoyning qonunsiz soqchi punktiga qarata tekshirish olib borgandan keyin Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Amerikada buningga o'xshagan qonunsiz soqchi punktlarining texnik ko'p ekanligini aytdi. Xitoy hukumati hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ism qo'yib boshqarayotgan joyning qonunliq hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Breitbart xabarlariga oilasining va o'zining Xitoyning Amerikadagi qonunsiz soqchi punktlarining davlat alqigan bostirish harakatining ziyonkashligiga uchraganligini, Nyu-Yorkda yana nurg'ulg'an Xitoy soqchi punktlarining borligiga ishonadiganligini, Xitoy axborotining faoliyatlarining oshkorlanib qolmasligi uchun intayin diqqat qiladiganligini, restoran va boshqa tijorat o'rinlarining axborot to'plash maqsadida ishlatiladiganligini, bo'libmi Uyg'urlar ustidan ishpiyonlik qilishga kelganda cho'qimla shundoq ekanligini, o'zining Nyu-Yorkdagi Xitoy soqchixonasi tashkillayotgan har xil davlat alqigan bostirish harakatining ziyonkashligiga uchraganlarning biri ekanligiga ishonadiganligini, 2017-yili faoliyatini boshlagandan boshlab Sharq Turkistonning mustaqillik harakatiga to'sqinlik qilish maqsadida turli usullar bilan qilingan tahdidga uchraganligini, Turkiyada tutib turilayotganlarning Xitoy elchisi bilan munosabatining qo'yiq ekanligini, bularning Xitoy agentligining uchur to'plash va maxfiy axborot xodimlariga buyruq yetkazadigan o'rinlar ekanligini, Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan aniq munosabati bo'lgan shaxslarning Amerika adliya sistemasini qo'llanib o'zini tutqun qilg'izganligini, elektronlik xat, kompyuter, hatto tor bekiti qatorliqlarni daxli tarzga uchratganligini, hatto noma'lum shaxslarning qo'rqitmoqchi bo'lib uyining derazasiga qaratib o'q chiqarganligini, Yevropani ziyorat qilib, Yevropa parlamentidagilar bilan ko'rishgan vaqtda chiroy shakli Osiyoliklarga o'xshab ketadigan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ikki kishining kaynidan ergishib yurganligini, Uyg'ur jamiyatidagi nurg'ulg'an kishilarning andishalarini yerlik va federal amaldorlarga yetkazgan bo'lsa-mu, ularning anglab qo'yish va doklad tayyorlashdan boshqa ish qilib bermaganligini aytdi. Amerikadagi nurg'ulg'an kishilarning Xitoyning Uyg'ur jamiyatiga singib kirish, qo'rqitish, axborot to'plash qilmishlarining Xitoyning siyosati ekanligini bilmaydiganligidan qayg'urdi. 1996-yili Jiang Zemin rahbarligidagi Xitoy hukumatining chet elning Xitoyning Sharq Turkistonni bostirishiga qarshi turishning oldini olish maqsadida axborot xodimlariga chet eldagilar bilan dialog olib berish, kurash qilish vazifasini berganligiga doir hujjatni tilga oldi. Xitoyning tashviqot quroli bo'lgan Yer shari vaqt gazeti Shi Jinpingning bir necha qatam chet eldagi Xitoylarni Xitoyning chet el bilan bo'lgan do'stligini kuchaytirish va o'zaro manfaat yetkazishdagi guvohchilari deganligini, chet eldagi Xitoylarning Xitoy madaniyatini chet ellarda kuchli tarqatquchiga, chet elliklar bilan Xitoy xalqi orasidagi munosabatni kuchaytirishdagi hukumatsiz elchilarga aylanishni umid qiladiganligini aytganligini xabar qildi. Shi Jinping dushanba kuni Birlashma oldingi saf xizmatini ilgari surishni maqsad qilgan bir faoliyatda so'z qilib, Xitoy fuqarolarining chet elda kommunizm tashviqotini tarqatish va siyosiy o'qituvchilarni jimoq turishni maqsad qilgan faoliyatni kuchaytirish kerakligini aytdi. Kishilik huquq turi bo'lgan qo'g'dug'uchi muhofizlar Nyu-Yorkda, ya'ni bu turdagi ikki xil faoliyatning borligiga, nurg'ulg'an aktiv harakat qilayotganligiga ishonganligini aytdi. Chet elga besim qilish, tashviqot va kun tartibini belgilash xizmatiga rahbarlik qiladigan Xitoy Birlashma oldingi saf xizmat bo'limining boshlig'i bu faoliyatga qatnashib, dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoylarni insoniyatning o'rtaq kelgusi bo'lgan jamiyat barpo qilish tasavvuri, ya'ni Shi Jinping tushunchasi bo'yicha harakat qilishga chaqirdi. Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining yurti bo'lgan Sharq Turkiston 1949-yili Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan bo'lib,
Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar Xitoyning davlat talqigan bostirish harakatining nishoni bo'lgan deyildi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer yana 9 may kuni NTD xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning chet eldagi qonunsiz soqchi punktlari, Xitoy Birlashma oldingi saf xizmat bo'limining qilmishlarini, maqsadini, o'zini qandoq nishonlaganligini, beshiga kelgan kulfatlarni anglatish bilan birga yana 2014-yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistonda jazo lagerlarini insho qilishga boshlaganda dunyo quyosh energiyasi batareya taxtasining 9%ning Sharq Turkistonda ishlab chiqarilganligini, 2019-yilga kelganda 50%ga yetganligini, 2022-yilga kelganda 60%ga yetganligini, buning majburiy emgak orqali ishlab chiqarilganligida hech qanday shakning yo'qligini, buningga zarba berish zarur bo'lganligini, Amerika parlamentining majburiy emgakning oldini olish qonunini chiqarib, tamojna beji olishni qaror qilganligini, ammo tamojna beji bekitishga kerak yo'qligini, Uyg'ur va boshqa falungchilarni majburiy emgakka solish orqali ishlab chiqarilganlikdan Baydenning inson haqlarini qo'g'dash va'dasida ching turib, Xitoydagi va yoki boshqa davlatlardagi Xitoyning har qanday zavodida ishlab chiqarilgan quyosh energiyasi batareya taxtasini import qilishni to'xtatish kerakligini, quyosh energiyalik batareya taxtasining hech qanday davlatni manfaatlantirmaydiganligini, Amerikaning klimat o'zgarishi masalasida Xitoy bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini, ammo Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Tibet va falungchilarni qattiq bostirayotgan ahvol ostida har qanday ishda hamkorlashishga bo'lmaydiganligini, inson haqlarini qo'g'dashni oldingi o'ringa qo'yish kerakligini, undaq bo'lmaganda majburiy emgakka solishga sherik bo'lganlik hisoblanadiganligini, quyosh energiyasi batareyasini amerikaliklarning qabul qilishining Amerikaning majburiy emgakdan ishlangan mahsulotini qabul qilganligi hisoblanadiganligini, Xitoy Amerika fuqarolariga hujum qilib, Amerikaning egilik huquqini dafsanda qilayotganligini, eng oxirida Amerikaning Xitoyning davlat alqigan bostirishiga taqobil turishi kerakligini, buni qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini, Amerikaning bu masalani oydinlashtirib hal qilishi, yaqinda Kanadaning Xitoy diplomatini chegaradan qo'g'lab chiqarganidek tadbirlarni qo'llanishi kerakligini aytdi. Amerika Federal tekshirish idorasi Bostonda Xitoy hukumati uchun ishlagan bir Xitoy josusini qo'lga olgan. Boston xabarchisi to'rining seshanba kunidagi xabariga qaraganda 63-64 yoshlar chamasidagi Li Tangliang ismli bir federal vakolatchi seshanba kuni bosh taftishning xabarsiz chet el hukumatining vakolatchisi sifatida maxfiy kelishim bo'yicha harakat qilgan deb ayblanib qo'lga olingan bo'lib, aybnomasi texnik pechatlanmagan. Bostondagi Federatsiya mudofaa ishxonasidagi Aziza Xatorni bu isbot anglash yig'inida Liangning mudofaa ishlari uchun vaqtliq tayinlangan. Sud mahkamasining sudchisi Jennifer Sibohal 11 may tushdan keyin soat 2:30 da sudga chiqish va tutib turish yig'inini o'rinlashtirgan. Aybnomada Liangning bir idorachi va Xitoy Xalq Jumhuriyatining rasmiy xodimlari bilan hamkorlashganligi, ya'ni Nyu-Yorkdagi Xitoy elchixonasi boshqaruvchisi orqali Xitoy hukumatini aloqador materiallar bilan ta'minlaganligi, Bostonda demokratiyani qo'llaydigan Xitoylarga qarshi namoyish tashkillaganligi, Xitoy Kompartiyasi bexatarlik ministerligiga qabul qilinadigan a'zolar haqida arxiv avatganligi, o'xshash bo'lmagan tashkilot va kishilar to'g'risida uchur yiqqanligi, 2019-yili Boston ommaviy kitobxonasining oldida Xitoy o'qituvchilarining rasmini tortib olganligi, telefon va WeChatni aloqa vositasi qilganligi, Xitoy Xalq Jumhuriyatining rasmiy xodimlari tizimligida yana 7 kishining borligi yer olgan. Bu faoliyat 2018-yili yozdan 2022-yilgacha elib berilgan. Federallar 2019-yili 1-oyda Liangning yangi England ittifoqini qurib, muavin prezidentlik vazifasini boshlaganligini o'tirg'a qo'ygan. Liang bu tashkilotning 2021-yildagi hukumatga bergan yillik dokladida alohida tilga ilingan. Aqida, vatan, millat hammaning oldida turdi. Ozodlik, mustaqillik yetakchi bo'lish va taraqqiy qilishning ko'vrigi iymon asosida o'qishdir. Ilm ma'rifatlik bo'lishdir. Ong saviyani yuksaltishdir. Aqida, vatan, millatni hammaning oldida qo'yishdir. Ijtimoiy qonuniyatlarni tushunishdir. Sabab natija qonuniyatlari bo'yicha harakat qilishdir. Yiroqni planlab ish qilishdir. Chunki mustamlikaga qarshi turishning sog'lom yo'li kuchlik iymon, qalb pokligi, ilm ma'rifat, aqlni ozod qilish va prinsipal nuqtalarda hamkorlashishdir. Shuni unutmaslik kerakki, ozodlik yo'li uzun yo'ldir. Bu yo'l o'zimizni ruhiy, aqliy, ilmiy, axloqiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan isloh qilmasak, texmo uzrab ketadi. Abdurahmon Koshig'ari.
Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.